Ha, Abdurahmonov, sen qayerga? ha, haydovchi jarima maydoniga borib qo'y. Men o'zim olib boraman jarima maydoniga. Rahbarning buyrug'i. Hasan 20 o'q qolibdi o'zi. Mashinani mo'yga qilib, garajga olib borasan. Tushundingmi? Ayol haydovchi keldi deguncha rahbar aytgan bo'ladi bu kishiga. ...775, 776, 777. Bolalar kechagidan yaxshi ishlashibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Bosim ko'tarilib ketmabdimikin? Ha, bosim joyida, yaxshi. Sham tugadi, endi dam olsak bo'ladi. Ochilov, sizmi? Nimaga ishlamayapsan Abdurahmonov? Nima deganingiz bu? Ideal zavodida maishiy texnika ishlab chiqaryapman-ku. Chorrahaga qara. Qanaqa chorraha? Bu yerda kir mashina, gaz plita, pilisos, barcha maishiy texnikalarni ishlab chiqarilishiga qarayapman. Qayt Abdurahmonov. Yo'q, qayta olmayman, qayta olmayman. Qayt Abdurahmonov. Xohlasam ham qayta olmayman. Urgutdagi eng katta ideal zavodida men qayta olmayman. Qayt. Yo'q. Qaytmayman. So'ra Abdurahmonov. Uyqingni buzdimi? Mazza qilib uxlayotgandingmi? Nima qo'rqib ketding? Tushingda urush ko'rdingmi? Urush ko'rdim. Men senga urush ko'rsataman. Soat nechiga ishing tugagan sani? Mashinani nimaga o'rta topshirmading? Tez olib bor, samlaxonada gaplashaman. Qaysi zavodda? Tushimda ham, o'ngimda ham o'sha sen o'rtoq boshliq. Qochishim kerak bu yerdan tez.